Bugun sizga 1 daqiqada chiroyli zakolka to'qishni ko'rsataman. Avval ipdan bitta zanjir olamiz. Quruchoqqa kiritib, rezinkaning tagidan o'tkazamiz. Endi nakitsiz ustunchalar bilan rezinkani aylantirib to'qib chiqamiz. Men 70 ta nakitsiz ustuncha to'qib oldim. Keyingi qatorda esa 2 ta zanjir olib tepaga chiqamiz va har bir petliyaga 2 tadan nakitli ustuncha to'qiymiz va qator oxirini birlashtirib olamiz. Yana keyingi qatorda ham 2 ta zanjir olib tepaga chiqamiz va endi esa har bir petliyaga bittadan nakitli ustuncha bilan qatorni oxirigacha to'qiymiz va keyingi oxirgi qatorda esa boshqa rangdagi ipni qo'shamiz va nakitsiz ustunchalar bilan atrofini chiroyli qilib bezaymiz. Mana bizning qo'lda tayyorlangan zakolkamiz tayyor. Siz ham yoqtirgan rangingizda to'qib ko'ring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Kommentga 7 raqamini yozing. Sizga bepul to'qish darsliklarim kanali havolasini yuboraman.